Assalomu alaykum barchaga O'zbekiston mundial muborak. O'zbekiston jahon chempionati muborak bo'lsin. Do'stlar, mamnuniyat bilan qo'rqmasdan ayta olamizki, biz hozirgina jahon chempionatiga yo'llanmani muddatidan oldin qo'lga kiritdik. Hozirgina Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi va yigitlarimiz mardonavor jang qilishdi va muddatidan oldin O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ana endi biz jahon chempionati 2026 musobaqasida qatnashamiz. Inshaalloh do'stlar, 34 yil deganda o'zbekistonlik futbol muxlislarining orzusi amalga oshdi. Timur Kapadze O'zbekiston milliy terma jamoasini birinchi marta jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiy. Timur Kapadze O'zbekiston olimpiya milliy terma jamoasini birinchi marta olimpiadaga olib chiqqan murabbiy. Nasib qilsa, eslab qoling, Timur Kapadze O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempioni qilgan murabbiy deb eslab qolamiz. Chunki do'stlar, orzuga ayb yo'q. Nimaga biz qo'rqishimiz kerak? Sensatsiyalar bo'lish mumkin. Balki biz jahon chempionatida jahon chempioni ham bo'lishimiz mumkindir. Aytishingiz mumkin, jinni bo'lib qolgandirsan. Balki jinni bo'lib qolgandirman. Hozirgi emotsiyalarda men hamma narsa deb yuborishim mumkin, chunki men bu kunni 34 yil kutdim. Yoshim 35 ta va men 34 yil deganda O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqanini ko'ryapman. Barchamiz ko'rdik. Maydonda ter to'kkan barcha o'zbekistonlik futbolchilarga, maydonda harakat qilgan barcha futbolchilarga, murabbiylar shtabiga, hammaga, ayniqsa jonkuyar muxlislarga kattakon rahmat. Arablar qo'llaridan kelgancha qing'iriqlik qildi. Arablar qo'llaridan kelgancha g'irromlikni qildi. Lekin biz Allohga ming shukrki, bugun jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Uxlama O'zbekiston, uyg'on O'zbekiston, olg'a O'zbekiston, olg'a O'zbekiston. Do'stlar, yana bir bora barchangizni tabriklayman. Bu tarixiy video, buni yuklab qo'yamiz, buni saqlab qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha like bosamiz, butun dunyo bilsin. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Do'stlar, barchangizga kattakon rahmat. Yana bir bor sizlarni tabriklayman. Siz ham yaqinlaringizni tabriklab qo'ying. Olg'a O'zbekiston!